Xayrlik payshanbalar. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Butun dunyodagi Uyg'urni sevgan, Uyg'ur davlatini sevgan, butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlarimiz, vatanim, millatim deganni o'zining eng oliy nishon qilgan va yoki o'ziningki eng oliy e'tiqod qilgan butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar, bugun men sizlarning yana oldinglarda. Ben ekranga chiqishdan burun ko'pchilik asosan bilib bo'ldi deb o'ylayman vatandoshlar. Mening nimani so'zlaydigimni, nima to'g'risida to'xtaldigimni vatandoshlar asosan bilib bo'ldi. Yanıla vatandoshlarimiz mushu Xudoning balosi kelgan o'tir sharq haqida so'zlaymiz vatandoshlar. Men bu vaqtda jiq to'xtaldim, jiq so'zladim. Yanıla ko'pchilikdan kelgan savollar ko'pchilikning endişsi siyosetni biroz oz tushunadigan va tushunishga tirishayotgan, o'rganayotgan do'stlarimizningki endişe savollari bilan men yana oldinglarga chiqdim vatandoshlarimiz. Mening bugun so'zlaydigan temam Amerika Eronda g'alaba qila olamdi degan tema bo'ldi vatandoshlarimiz. Bu to'g'riliq bekchiq muloyiza, bekchiq bosh qotirishlarni, buning uchun faktlarni men ep ketmayman vatandoshlarimiz. Ko'pchilikka xulos sutining o'zida 5 yil deb qo'yay, mushu temini qo'yishning o'zimi mayat etganchaqda xatolik. Lekin ko'pligan siyosatni bilmaydigan do'stlarimizning endi tufaylidan mushu temini o'tirib qo'ydik vatandoshlar. Amerika Eronda g'alaba qila olamdi deyishning o'zi xatolik vatandoshlarimiz. Qandaq degan vaqtning o'zida vatandoshlar, Amerika Eronda allburun o'zining g'alabasini qilib bo'ldi. Allburun o'zining g'alabasini qilib bo'ldi vatandoshlarimiz. Endi vatandoshlarning kallasini dunyo shunda qaydiryotdi. Biri Turkning medialari qaydiryotdi, ikkinchidan Yevropadagi mushu globalistlarningki medialari, Amerika va har yerdagi globalistlarning medialari bu insonlarning yana beshini chelishni davomlashtiryotdi. Tipik bu yerdagi Amerika Isroil dushmanligi tufaylidan, ta'tir tashviqotlar tufaylidan xalqning kallasini, millatning kallasini chag'anlikdan mana shunga o'xshash mujmal savollarni takror o'tirib qo'yotdi. Ham bizmi takror deyishga majbur bo'lyapmiz vatandoshlarimiz. Buni javobini men 5 yillik xulosalab berib o'tay. Amerika moyatda Eronda g'alaba qilib bo'ldi vatandoshlar. Qandaq desanglar, har qandaq bir jangninki bir ko'zlagan maqsadi bo'ldi vatandoshlar. Ma'lum bir davlatga urush ochgan bo'lsa, yoki u davlatga o'ziga qarshi bo'lgan hokimiyatni og'dirib o'tishni qilgan bir maqsad bo'lgan bo'lsa, yana ma'lum bir davlatga qolgan urushi davlat hokimiyatini og'dirish emas, u davlatning tuproqlarini mangulik ishg'ol qilib olishni maqsad qilgan bo'ldi vatandoshlarimiz. Bu yerda har turli maqsad nishon bilan urush bo'ldi vatandoshlarimiz. Mening bugungi qadar ko'rganlarim, bilganlarim, tadqiq qilayotganlarim qarag'anchada Amerikaning Erondagi urushi u davlatning tuprog'ini ishg'ol qilib olish urushi emas vatandoshlarimiz. Amerika bilan 47 yildan birisi qarshilashayotgan Eron molla rejim hokimiyati bilan Amerika o'tirisidagi urush vatandoshlarimiz. Hech bir zaman Amerikaningki Eron xalqi bilan olib berayotgan urush emas vatandoshlar. Ma aniq bo'lib ketsin. Bugun Amerikaning Eronda olib berayotgan urushi 47 yildan birisi o'zining xalqini qirgan, o'zining xalqiga o'qitayotgan, dunyoda diktatorlar bilan birlashgan, demokratiyaga tegidan o'sh bo'lgan, o'tir sharq rayonida urush tarafga kelayotgan Hamasni, Hutini, Hizbullohni mushundaq kontrol qilish orqali o'tir sharq rayoniga dominat qilayotgan, cho'ngchil qilayotgan Eron molla rejim hokimiyatiga qarshi urush vatandoshlar. Amerika 2-oyning 28-kuni bu urushni boshlatgandan tortibla ta hozirga qadar Eronning molla hokimiyati Xomeyniydan tortib uning ikkinchi chiqqan Xomeyniy o'ltirgandagi uningdagi yana bir lider chiqdi. Uningdan tortib Eron inqilobi qo'mondonlik shtabining asosli generallari, tashqi ishlar ministrlari hammasini degidek bu yerda o'ltirib, hammasini jahannamga yo'lga sepatdi. Yana birisi Amerika Eronning dengiz armiyasi, havo armiyasi,
İran İnqilobiy qo'mondonlik shtabining asosliq urush nishonlarini, dronlarini, boshqariladigan bomba sistemalarini o'zining Amerikaning deyotgan gapi qaraganda %80-90% yo'qotib bo'ldi. Bu mohiyatda aytganda eng chong g'alaba vatandoshlarimiz. Shuning uchun bu yerda Amerika allburun Ironda g'alaba qilib bo'ldi desanglar bo'ldi vatandoshlarimiz. Amerikaning hech bir zaman maqsadi o tuproqqa kirib, tuproqni butunlay ishg'ol qilish emas vatandoshlar. Shuning uchun bu yerda bir urushning maqsad nishoni bo'yicha mangan bo'lsa, Amerikaning deyotgan bo'yicha deyotman vatandoshlarimiz. Ham men o'zimning kuzatganlarim bo'yicha deyotman. Shundaq bo'lgan vaqtimizda Amerikaningki bu yerda allburun o'zining ko'zlagan maqsadlariga yetib bo'ldi. İran Amerikaning asosli dushmani, o'zi bilan 47 yildan beri qarshilashayotgan İran molla hokimiyatini yo'qotdi va uning munosabatli qurol-yarog' qatorlarini hammasini urib tashladi va yoki uryotdi vatandoshlarimiz. Endi hozir bo'layotgan ish Ironda qarshi guruhlar bo'ladi har qanday bir davlatda. Ularning o'zining ayrim besib olgan iskilotlardan har yerga bombalarni etyotdi, qarshilik ko'rsatyotdi. Bu har qanday bir davlatda tabiiy ham normal bo'lgan ish vatandoshlarimiz. Endi Amerikaning qo'liga ikki alternativ qoldi. Bir, u yerda urush qilib ketib qolish, urush qilib dunyoda hozir qarsanglar vatan, men gapni xulosalab aytay, Amerika qo'lida nayt yaxshi alternativ bor. O'zining ko'zlagan maqsadi bo'lsa Iron molla rejim hokimiyatini og'diribdi. Ironda ikki xil hokimiyat, mayatgacha ikki xil armiya bor. Ularning qo'lida alternativ bor. Bugun Iron molla hokimiyatini og'dirayotgan bo'lsa, urib maqchayotgan bo'lsa, onunğa qarşı bo'lgan masalan, uni xalq saylagan masalan Pezeshkian deymiz. Va yoki Irondagi ikkinchi xil davlat mudofaasini qo'g'daydigan armiya bor. Ular bilan xalqlar bilan suhbat o'tkaziladi. Hozir chiqayotgan xabarlarda Pokistonda Iron parlamentining boshliqlari bilan suhbat o'tkazyapti degan gaplar chiqyapti. Demak, Amerika uning Iron molla hokimiyatini urdi, yo'qotdi. Endi Iron molla hokimiyatiga qarshi bo'lgan kuchlar bilan ittifoqni tuzib, kelishimnomani tuzib, anda qo'ygan bo'lsa chiqib ketsa, bugun chiqib ketadi, at chiqib ketadi, o'gun chiqib ketadi vatandoshlar. Mohiyatda Amerika %80-90% Ironda g'alaba qilib bo'ldi, o'zining ko'zlagan maqsadiga yetib bo'ldi. Vatandoshlarimiz. Bu yerda endi eng asosli bo'layotgan qaysi desa, Irondagi qarshi turayotgan ba'zi kuchlarning Hormuz bo'g'izidagi buzg'unchiligini o'ngshash uchun Amerika u yerda turyapti vatandoshlarimiz. Biz 2-oyning 28-kundagi suhbatimning o'zida men deb bo'lgan vatandoshlar, Hormuz bo'g'izi %80% taqiladi degandik. Ikki dunyoda mushundaq krizis, qimmatchilik dunyosiga xo'sh keldingiz deb o'tiribman degandim vatandoshlarimiz. Vatandoshlar. Ham bu dunyo vaziyatida aytgan vaqtimizda Amerika baribir u yerni tartibga soladi. Hormuz bo'g'iz masalasini tartibga soladi. Buni men qandoq bo'ldi ilgirki suhbatlarimda deb bo'ldim. Buni takrorlab yana o'ltirmayman. Hormuz bo'g'izining qandoq bo'lganligi, Amerikaning Harik oroli qandoq tushadiganligi, molla rejim hokimiyatining qandoq cho'kadiganliklarining hammasini deb bo'ldik vatandoshlar. Buni yana takrorlashning hech qanday hojati yo'q. Bu vatandoshlar dunyoning har yerda bo'layotgan ish Amerika u yerni baribir tartibga soladi. Endi biz mushning o'xshash vaziyatlar dunyodagi zoti insonlarning nafsi qisildigan vaziyatlar bo'lindimi degan vaqtimizda bizning ko'z oldimizda bo'lindi. Ko'z oldimizda bo'lindi. Qandoq bo'lindi? Masalan 2022-yil 2-oyning 24-kuni Rossiya Ukraina urushiga kirgan vaqtimizda dunyoning bir qator nafsi bugungidek siqilgandi. Şu vaqtida neftning bahosi $60-70 odatda $140-150 chiqib, uning keyin tushgan vatandoshlarimiz. Bu yerda ikkinchilab qandoq bo'lgandi degan chaqning o'zida Gaza Isroiliya urushi boshlagan vaqtning o'zida yana dunyoning bir qator nafsi siqilgandi. Dunyodagi yana islomchilar, kommunistlar, globalistlar, Isroiliya, Amerika qarshi bo'lib, Isroiliya qarshi butun dunyoda mushundaq bir ko'tirishlar bo'lib, O'rta Sharqni o'zgargan islomchilar dunyolari va Yevropani o'z ichiga olgan, kommunistlarni o'z ichiga olgan globalistlar dunyosi mana endi Isroiliya cho'kidi. Butun musulmon dunyolari qo'zg'alib,
Falastin devletini kurup etidi, ondaq buldu, mondaq buldu deb bütünlay oturup çavaklarning ichiga chiqib, endi Amerika, Yevropalar muzlab qoladi, Ukraina urushi yuz bergan vaqtimizda. Yevropa muzlab qoladi, Yevropa endi Rossiyaning gazini ololmaydi. Rossiyaning azam neftlarini ololmaydi, hammasi muzlaydi deb oturup çavak chelishgan. Bugun real vaziyatga qarsak, Gazaston, Falastiniston qurildimi? Qurilmadi. Bugun shularning tili bo'yicha aytgan chaqda Yevropa davlatlari muzlab qoladi degan Yevropa davlatlari muzlabmi qolmadik. Bugun endi bu ish o'zining beshiga kelyapti. O'rta Sharqdagi davlatlarning va O'rta Sharqdan neft oladigan davlatlarning o'zining beshiga kelib, bugun endi qiyachiyaning ichiga tushdi vatandoshlar. Biz Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor. Kishiga yomonlik qilsang, o'zingga qaytadi. Kishiga yomon niyatli bo'lsang, bu o'zingga qaytadi deydigan gapni doim bizning ota-bobolarimiz deb turibdi. Kishini qaslasang o'zga degan bir gap bor vatandoshlarimiz. Mana bu shunday gap vatandoshlar. Dunyo bu shunday chugilab mangayverdi vatandoshlarimiz. Siyosatning qolgan tarafini deb kelsak vatandoshlarimiz, mana bu shunday. Bugun dunyoda neftning bahosi o'rilidimi? Men 2-oyning 28-kuni deganimdek o'rildi. Hormuz bo'g'zi taqaldimi? Taqaldi vatandoshlarimiz. Hattoki dunyoning o'zida mening Norvegiyadan Jungoga masalan shu o'zining ishlash jarayonlarida berib kelgan do'stimizning deyishicha Jungodimi neftning bahosi Amerikaningki dollar bo'yicha aytgan chaqda 0.125 amerikanskiy sent o'rilgan. Demek qandaq bo'ldi? Bu yerda biz mazmut turvatimiz, yanchig'imizda 18 trillion dollar pul bor degan Xitoy kommunistik hokimiyatining mengisini cho'g'uvatdi degan gap vatandoshlarimiz. Men azroq zukam bor vatandoshlar, mengisini cho'g'uvatdi degan gap vatandoshlarimiz. Bugun qarsak dunyoning ham yerda mana neftning bahosi o'rildi, gazning bahosi o'rildi. Xuddi Rossiya Ukraina urushi mazgildagi o'rildi. Ba'zi davlatlar qarsanglar hozir masalan Filippin qatorliq davlatlar ishqi berish, kelish masalalar kelgan chaqda transport qo'llanmaslikni o'tirib qo'yatdi. Ba'zi davlatlar qator mayqachalash uchun benzin stansiyalari turyapti. Hatto ba'zi davlatlarda ba'zi insonlarningki kuniga mancha litr benzinni siz ishlatsangiz, undan ortig'ini berolmaymiz deganlarga aytyapti vatandoshlarimiz. Dunyo mana shunday. Men takrorlab keldim insonlarimizga. Faqat va faqat Uyg'urlarning dunyosida men bilishimcha biz 3-dunyo urushining ichida vatandoshlar. Buni YouTube hozir menga ogohlantirish kelishi mumkin. Biz 3-dunyo urushining ichida. 2022 yil 2-oyning 24-kuni Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan tortib biz 3-dunyo urushining ichiga kirib ketdik degan gapni takror deyapman vatandoshlar. 3-dunyo urushining ichiga kirib ketgan ahvolotida sizning hech bir zaman Amerika bilan Isroilning Eronda urush qilishi va yoki Afg'oniston Pokiston urushining chiqishi va yoki Hindiston bilan Xitoyning urushining chiqishini siz o'tirib hech bir zaman urush chiqmasa bo'ladi. Urush chiqmasa bo'ladi, dunyo tishvosi bo'ladi degan gaplarni deyamaysiz vatandoshlarimiz. Faqat va faqat sizlarning qo'lingizda bugun biz 3-dunyo urushining ichida yashayotganligimizni qabul qilolmaganligingizdan iborat bir masala vatandoshlarimiz. Men bu orqali men o'zimga shunday qarab qo'yaman, men intayin xo'shal rostini desam. Mayli qanday qilib bo'lsin, mening YouTube videolarimga kirib baqsi bo'ldi. Eron mollamlarining tavut bitdi. Amerika Isroiliya urushi bo'lamdi. Isroiliya Eron urushi bo'lamdi. Isroiliya Pokiston urushi bo'lamdi deb men mushu masalani takror kun tartibga kelyapman. Men bugungidek kunni kutgan vatandoshlarimiz ham ishongan, ham qat'iy bo'ladi degan birdan bir odam Akan Qarag'ay. Shuning uchun men bugun intayin xo'shal vatandoshlarimiz. Bugungi kommunistlar dunyosi, islomchilar dunyosi, globalistlar dunyosining boshlarining mushunda qetib bugun saron bo'lib ketganligimdan nihoyat xo'shalman vatandoshlar. Rostini desam, nima uchun xo'shalman deb turib savol qo'yishinglar mumkin. Men boshqalarga o'xshash
Amerikaga kuyingan qiyofat turib Xitoyga kuyindigan. Amerikaning O'rta Sharq rayonida urush ketib qolishi bizning milliy maslimizga ziyonliq. Amerika O'rta Sharq rayonida jiq bombalarini etibətdi. Hamda Amerikaniki stok bazalardagi qurollar ozlab kelsa, Xitoy bilan qandaq urushildi degan yog'lama gaplar orqali Xitoyga advokatlik qilayotgan insonlarga men o'xshamayman vatandoshlarimiz. Men deymanki, mening millatimga, mening Uyg'urimga dunyoda yashash huquqi bermagan, yashash huquqini to'nimagan Amerikadan boshqa, ma gap aniq bo'lsin. Amerikadan boshqa Uyg'urlarning yashash huquqi bermagan, to'nimagan buningga o'xshash dunyoning ona-monasiga se degichilardan vatandoshlarimiz. Mening dunyodagi atalmış dünya dünya iqtisadi yaxshi bo'lib ketsa, atalmış dünya tinch bo'lib ketsa, atalmış dünya shundaq bir-biriga ermash, chirmash oldi taraqqiy qilib ketsa, degichi globalistlar, kommunistlar va islomchilarga o'xshamayman vatandoshlarimiz. Shuning uchun men intayin xushal. Shuning uchunmi bilmayman, mening hayotimdan tatib oliy maktabdagi o'qiyotgan tatib, burundan tatib 5-6 soat uxlaydigan odatim bordi. Qachonki 2-oyning 28-kuni bu urush boshlagandan tatib intayin yaxshi uxlayapman. Bilmayman, hozirmi uyqu chirayman. Kuniga uyqum 7-8 soat atrofida bo'lyapti. Men deymanki, 2-oyning 28-kuni suhbatimning o'zida degandim. Urush 3 haftaga so'zilishi mumkin. Qancha uzunga so'zilsa, biz uchun foydali deb kelgan vatandoshlarimiz. Eng avval o'zimga foydali ekanligini sezdim. Adam ko'ngli qancha rahat bo'lsa, xush bo'lsa, andish qilmasa, dakidikida bo'lmasa, bir narsani qattiq muloyiz qilib, tahlil qilib o'ltirmasa, yaxshi uxlaydi emasmi? Intayin yaxshi uxlaydi ekan, men bilib oldim buniki. Masalan, nurg'unligan samirib ketgan, bir tag'a olib ketgan, yerim kalning go'shini shalab deb yeydigan insonlarning nima uchun samirib, yo'g'inab, shunda olib ketib desa, ular g'am qilmaydigan insonlar ekan ular. Aldamchi. Davo qilyapmiz, an qilyapmiz degan bilan 2 tag'a, 3 tag'a olib ketgan odamlarning hammalari mohiyati g'am qilmaydigan odamlar. Odam g'am qilmasa samiraydi ekan. Ro'y, kayfiyat yaxshi bo'ldi. Bu bunday qishga emasmi? Buni sezdim. 7-8 soatlik uyqu odam uchun shunchalik bir rahat his qildi ekan. Xudoyim tilaymanki, islomchilarning, kommunistlarning, globalistlarning mana shu bugungidek o'tirib boshlar ermash, shirmash bo'lib ketgay. Men erkin ro'za xotirjam, yana 1 yil urush shundoq davomlashib, xotirjam uxlab ketgay deyman vatandoshlarimiz. Vatandoshlar, biz boshqalarga o'xshamaymiz, vatandoshlar. Bizning taqdirimiz boshqalarga o'xshamaydi. Bizning millatimizning kallasi ikki kuch tarafidan, ya'ni 3 kuch tarafidan boshqarilyapti tashqi dunyoda. Biri turklar, ikkinchidan musulmon bo'lgandan keyin arablar, uchinchidan Xitoylar tarafidan kontrol qilinyapti. Bu 3 taraf mayatacha o'xshash. Globalistlarning ko'z qarashi bilan o'xshash. Shundaq bo'lgandan keyin bular har doim, masalan, Isroiliya, Gaza urush chiqqan vaqtning o'zida biz Hamasdan qanday o'rganishimiz kerak? Hamas o'zining mustaqil, mohiyati bir terrorchi tashkilot. Hatto mustaqil davlatni qurmaganlar falastinliklar. 1951-yil mustaqil davlatni quring deb BDT kelishmas qurmaganlar. Vaqt kelib qolsa shular qurmaydi. Ularning eng oliy maqsadi Isroilni yo'q qilayotgandan keyin davlat qurish. Buni bilidiki, yanıla Xitoyning, globalistlarning, kommunistlarning, islomchilarning Amerika, Isroilni o'shmanlik tutish nuqtasidan Hamas jangchi, Hamas inqilobchi, Hamas davlat qurg'ish deb ta'riflandi va Hamasdan qandoq o'rganimiz deganlarni tashviq qildi. Ya'ni ko'rsizki, mush urush 5-6 oyga so'zilgan vaqtning o'zida Eronning haliqi saranglari u yerdan dronni, bu yerdan dronni mendaq etib qo'ygan vaqtda Eron shiyalardan qandoq o'rganimiz? Eron shiyalarining Amerikaga qarshi turish urushlaridan biz
Pustani Türkistonliklar qandaq o'ginimiz deb turib shularni to'lashga boshlaydi. Uning keyin qo'shaplar Amerikaga kuyingan bo'lib o'tirg'i chiqib qo'ydi dedi. Bizning millatimizning kallasi mansab mana mushundaq insonlardan kontrol qilinayotg'achqa mendek odamlar va boshqalar chiqib o'tirib chiqib so'zlashga majbur bo'ladi. Sizlarga vatandaşlarımız, Müslüman dünyasının birdan-bir qildigan ortiqchiligi bir-birini aldashdir vatandaşlarımız. Reallikdan qechishdir vatandaşlarımız. Sizgiday Amerika g'alaba qilib oldi, o'tir Eron urushida g'alaba qildi vatandaşlarımız. Hozir neftning bahosi o'rlab ketdi, unda xo'p ketdi, bunda xo'p ketdi, Amerikaga qarshi shuarlar paydo bo'ldi. Moyatda Amerika demeteglik. Anda olsa menden neft yeterlik. Meni qishimga keling, menden eling deb alternatifni har zaman sunuqliq. Masalan, Rossiya Ukraina urush chiqqan vaqtida neftning bahosi $150 chiqib ketgan vaqtida Amerika Yevropaga dediki, anda bo'lgan bo'lsa, mening yeterlik sizga beradigan neftim bor. Yeterki siz Ukrainadan, Rossiyadan olmang, urushga yordam bermang, menden neft yeterlik bor deygilik. Bu arqılık bahane Amerika düşürüglük. Bugün şundaq deygilik Amerika. Hormuz boğazı İran'ın şundaq askerligi tüpelden taqılıp qaldı. Andaq bolgan bolsa mende yeterlik neft var. Menden kelip eling, xalqingizni qiynamang, bahane örletmang deygilik Amerika. Bahane biraqlı ördütüplar bunu banani Amerika izlash orqali o'zining xalqini shulib özünün xalqini mushundaq bir fursatlardan tatib, özünün xalqini shuyib yeb kelayotgan bir qism puldarlar va kommunist davlatları banani Amerikaga otib qo'yish orqali bu yerda o'zining bahosini o'stirib, o'zining xalqini shulib yeydigan bu ideyasini Amerikadan yushirdi, dunyodan yushirdi. Hormuz bo'g'azi shu aman taqalgan aman, bu yer krizis kelib chiqqan aman, aqlli Yaponiya hukumati qanday qildi desa, Sanoyi Takaichi hokimiyati shu aman Amerikaga bordi. Aslida İranning neftiga tayanib kelayotgan Sanoyi Takaichi hokimiyati shu aman Amerikaga bordiki, Trump efendi bilan kelishimni tuzab, bizning Irandan neft kelishimiz, bir kargo neft paraxotining Iran bilan Yaponiya o'rtasida qatnashi bir ayni oladi. Bu transport uchun qimmat. Ama Yaponiya bilan Amerika o'rtasida vaqt kelib qolsa 10 kundan 12 kunga yetib bordi. Shuning uchun Amerika neftingizni bizga seting, biz olamiz dedi. Yaponiyadagi neft baslisi chiroyli bitdi. Buni Yevropa mı qilish kerak? Qiladi. Tabiiy qiladi. Chunki Iranning mollari oshkor bozorda %90% neftni Xitoyga, qolgan 10%ni Yevropaga oshkorlanayotgan qismini setishdan boshqa, Hindistonga, Filippin, Yapon qator davlatga setishdan boshqa qarang'u bozordagi qismini dunyodagi Janubiy Koreya qatorliq har turkum qarang'u neft savdogarlariga setib o'tirib, bularni xo'sh qilib kelgan vatandoshlarimiz. Foyda g'izib kelgan. Endi bu yo'lga kirib Amerika u yerda tartib o'rnatyapti. Bu tartibga qarshi chiqayotgan kuchlar neftning bahosini darrov o'rtish orqali gunohni Amerikaga ko'rsatyapti. Moyatda Hormuz bo'g'azi bu yerdagi problem chiqqan hamon o'zining davlatidagi neftning bahosini o'rlatmaydi. Unda bo'lsa Amerika neftni sendan olaman desa ish bitidi. Masalan, Xitoymi shundaq. Xitoy eng avval shundaq. Amerika nelish kerak? Bu dunyoning tijorat ishi shundaq bo'lish kerak, ham shundaq bo'yotidi. Bu yerda cho'qim diqqat nuqtani bu yerda Hormuz bo'g'aziga bog'lab qo'yib, o'zining davlatidagi neftni o'stirib etib, Amerika sotaman desa buni olmay qilayotgan aldamchilikdan boshqa narsa emas vatandoshlarimiz. Ya'ni bu yerda deb kelsak xulosa Amerika Isroiliya dushmanligi. Amerika Isroiliyaning kontroliga tushib qolishdan ansirab bo'layotgan yolg'on ta'tir tashviqotlar vatandoshlar. Amerikaning yetarlik nefti bor. Shunga Trump efendim taxtga chiqqan chaqda dediki, inglizcha drill dedi. Burg'ula dedi.
Bu deganlik Amerikada yetarlik neft bor. Yevropa hozir shu amon to'liqlab o'zining bozoriga sala oladi. Xitoy bozoriga sala oladi. Neft yetishmagan davlatlar shu amon Amerikadan xuddi sanoat taqoychi Yaponiya hokimiyatidek Amerikadan elib o'zining davlatini darhol to'liqlay oladi vatandoshlarimiz. Bu imkoniyat bor. Amerika har doim sunuqliq ularga. Bizda yetarlik neft bor, buni eling deyilik. Vatandaşlarımız, bu işlem ötüp ketidi. Bu bir mezgillik işler. Amerika baribir o İran'daki işlerini tertip saladı. Dünyanın neft bahası hazır %200'lerge çıkıdı falan, pokoni $150 çıkıdı deb oturup açlık krizini tatıp hem endişlerini içine düştü dünya. Bence onda rezilleşip açlık krizisi kep çıkıdak derecede veşilişip ketmeydi vatandaşlar. Çünkü bunun bir ispatımız qaysi dese, aynı vaqtda Rossiya Ukraina urush portlagan vaqtidan bugünkidek tashviqotni paydo qilgandi. Globalistlar, islomchilar, kommunistlarning dunyolari. Mana Ukraina degan dunyoda mana shunday ochliq ishlab chiqish bazasi ham bu yoq quriydigan bo'ldi. Rossiya gaz, neftning bazasi bu yerdan akirmagan vaqtda o'zida ochliq krizi kelib chiqdi, neft falan to'kilgan. Dünyada bo'ldi mi? Tabii ki qimmatchilik bo'ldi. Dunyoda ochliq krizi kelib chiqdimi? Chiqmadi. Neft krizi, gaz krizi kelib chiqdimi? Chiqmadi. Bugun ayni 2024-yili, 2022-yili 2-oyning 22-kuni Rossiya Ukraina urushidagi mezgillarga yana dunyodagi, yana takrordagi globalistlar, kommunistlar, islomchilar bular yana bu tashviqotni ko'tarib chiqdi vatandoshlarimiz. O dünya siz biz o'ylagandek ochliq krizis, neftning krizisining ichiga cho'kib ketmaydi vatandoshlarimiz. Bilamsiz vatandoshlarimiz. Butun Jungudek 1,5 milliard aholisi bor Xitoyga Amerika qo'noq setib berish orqali ashlarni boqadi vatandoshlar. Dunyo Amerikadan olaman desa, pulini qo'rqmay sanayman desa, Amerikada yetarlik ochliq bor, Amerikada yetarlik neft, gaz bor. Faqatla Amerikadan olmayman. Amerika o'ch, Isroilga o'ch deganlik tufaylidan bahoni o'stirish orqali bu yerda dunyoda Amerika Isroilga dushmanligini yorityapti. Kommunistlar, islomchilar, globalistlar vatandoshlar. Shuning uchun men xulosalab dey vatandoshlar, dünya unchilik ochliq krizisi, ya'ni bir krizis, yeni bir krizislarning ichiga cho'kib ketmaydi. Amerikaning bozori dunyoga uchuq bo'lgan taqdirda. Navoda yodingizda bo'lsin. Rus o'zining bahosini, o'zining bozorini to'liq aytib olsa, dunyodagi ikki davlat. Masalan, Rusmi dunyo bo'yicha ochliq, neft, gazning makoni 17 million kvadrat kilometrlik zamin. Amerika bilan Rus dunyoning o'zida ochliq, neft, gazni sotmayman debla o'zining chegarasini tashqi dunyoga etib olgan taqdirning o'zida dunyoda ochliq krizisi, neft, gaz krizi kelib chiqadi. Bo'lmasa chiqmaydi. Rusmi oladigan yerga ajaza, majazani elib men sotaman degilik. Amerika ma o'tir sharqdan olmasangiz, anda hozir bunday bo'lgan bo'lsa, mendan eling deyilik. Bozor uchuq. Shunday bo'lgandan keyin bu bugungi vaziyatlardan ancha qo'rqib, ilgari Hamasdan qandoq o'g'inish kerak deb turib tashviqotlarning ichiga cho'kib ketmay. Ham bugun Iran shialardan qandoq o'g'inimiz deb o'tirib, buning boshlarining ichiga cho'kib ketmay, bak andish qilib ketmasanglar bo'ldi vatandoshlar. Ammo bu real ras ahvolini deyapman. Ammo mening ko'nglimdagini desam, vatandaşlarımız. Aşılarının aşındaq endiş qilib ketgini, dakidikini ichiga cho'kib ketgini, qo'rqib ketgini, men aytgancha intayin xo'shalik vatandoshlar. Bo'z qolsa, O'tir Sharq rayoning nefti aşındaq Hormuz bo'g'izi itilsa, mening millatimni sotgan, mening millatimga dushmanlik qilgan O'tir Sharq rayonidagi 360 milyondan 400 milyonga yaqin insonning o'lishi, o'lmasligi men aytgan chaqda baribir.
Nefit, gaz, palan pokun, Ekramay, Janubi Asiyada 4,5 milyard insanların tuzda qilishi, o'lish, o'lmasligi meni aytgan chaqda baribir bu qo'shonlarlik ish. Shuning uchun men deymanki, aşılar aşındaq dekkitügünün içine çökep ketsin, bo'z qalsin, osh qalsin, tuzda qalsin, g'amni bizli qilmayli, ularni qilsin. G'amni bizning millatimiz ishg'oliyat zulmning ostidagi mening millatimla qilmasin, aşılarni qilsin. Aşılarni dattassin. Aşılarni qayg'urib baqsin, aşılarni bombani toza yesin. Shuning uchun men bu urushning qancha uzunga so'zilishini, bo'z qalsa osh qilishini, bo'z qalsa tuzda qilishini, bo'z qalsa muzlab qilishini men umid qilg'uvchilardan. Chunki mening millatimning dunyodagi yashash huquqini ular to'nimadi. Ammo men bu yerdan real ahvolni deb bo'ldim, vatandoshlarimiz. Vatandoshlar, bugungi real dunyo mushundaq vatandoshlarimiz. Ata yana nima chiqdi, ata yana qandaq ishlar bo'ldi, siz buni biz bilmaymiz. Ammo bildigan alomatlarni, biz deydigan gaplarni deb bo'ldik ba'zi taraflarni. Yodingizda bo'lsinki, vatandoshlarimiz, endi kallingizda qancha chekkasingiz o'zingizning ishi, men boy degandek noto'g'ri uyquning ichida deb. Siz Türkiye'ni öz ichiga olgan, musulmon dunyosini öz ichiga olgan islomchilar dunyosi, kommunistlar va Amerika, Yevropadagi bir qism globalistlarning dunyosiga kirsangiz, sarang'ibli o'tsiz bu yerda. Amerika, Isroil dushman deb sarang'ibli o'tsiz. Sarang'ibli o'tsiz. Kallingizni qo'chib, sarang'li qilib etdi. Chunki ularning ishki psixologiyasi Xitoy tarafida turib, bugungi dunyodagi cho'ng kuch bo'lgan Amerika, Isroilga qarshi turish. Shularning ishiga bo'lasiz, shularning depi bo'lasiz, shularning chalingan yo'lida bo'lasiz vatandoshlarimiz. Bugun rostdan degan vaqtning o'zida globalistlar, islomchilar, kommunistlarning beshiga dad keldi. Shuning uchun men deymanki, urra Trump. Bravo Trump hokimiyati. Va Trump hokimiyatida ishlayotgan kabinet a'zolari. Akak o'g'il bola beshidan tortib qo'llagan oxirgacha qo'llayman. Tushundinglarmi vatandoshlarimiz? Hozir jamiyatda bo'layotgan gaplar nima bo'layotdi desa, Amerikaninki nihoyat ko'p bombalarni O'rta Sharq rayoniga etibdi. Amerikaninki stoklardagi, ya'ni lagerlardagi qurollarni tugab ketadi. Xitoy bilan urush qilgan vaqtning o'zida uning quroli bo'lmaydi. Amerikada dunyoni boshqarayotgan Pentagon degan ya'ni o'zida 50-60 ming odam ishlaydigan, ya'ni o'zida Xitoyninki Junxo Xalq Jumhuriyatining daxlidan emas, sonra 2 ming sarang qayra o'tirdigan yer emas. Bir odam qurolni etibsa, uni ishlab chiqamanda. Qurolni qanchalik etib chiqsa, asli uni o'tirib ishlab chiqarishni qilmamda. Bir odam anda bo'lgan bo'lsa, bir yilda manchilik bombani yasab qo'yiblar, qolganini uxlaymiz deydigan Amerika, Yevropa bo'lamda u. Hatta Amerika bugun qurol yarog'ini O'rta Sharqqa setishga boshlanyapti, sotadi, hatto keyin Tayvanga sotadi vatandoshlarimiz. Qurol qanchalik etib chiqarilsa, qurolni shunchalik ko'p ishlab chiqardi vatandoshlarimiz. Chunki ishlab chiqarish qobiliyati bor, iqtidori bo'lgandan keyin u qurolni yasadi, uni ko'p ishlashmi u davlatning qo'ldan keldi, Amerikaning qo'ldan keldi. Bu yerdagi andish qilib ketish Amerikani suyish tufaylidan emas, moyat qilgan chaqda Eronga, kommunistlarga, globalistlarga advokatlik qilish tufaylidan Amerikani so'ygan qiyofatda o'tirib, Amerikaga nafrat, Isroilga nafrat bildirish vatandoshlarimiz. Ya'ni shunday vatandoshlarimiz, moyatni aytgan chaqda mening nazarim, mening tushuncham Amerikaninki İran molla hakimiyeti. Biz ilgirki suhbatlarda Venezuela bir qo'li, Eron bir qo'li degan. Bir qo'li. Hozir ikki qo'ldan og'irlab qoldi hamda jungo. Mayatni aytgan vaqtimizda qandoq desanglar vatandoshlar. Mushu Eron Amerika urushi, ya'ni Eron molla rejim hokimiyati bilan Amerikaning urushi mening tushuncham bo'yicha da Xitoy uchun qurilgan eng chong bir qiltoq. Qandaq degan vaqtimizda dunyodagi mana shu Xitoy Amerikaga kuyinib ketgan bo'lib, Xitoyga advokatlik qilayotganlar qandaq bo'lsa, Xitoyni yomon yo'lga boshlayapti. Amerikaning Isroilga qurol beryapti.
Dunyoga qurol setyapti. İran'da etyapti. Man hamda qurol Iroq ba'zilaridagi qurollar tugab ketgan. Buni Xitoy qarab turdi. Xitoy bu orqali Tayvanga kirdi. Xitoy bu orqali Tayvanga kirdi. Bu vaqtimizda Amerika urush qila olmaydi deb shunday deydi. Bunaqa deydiganimiz vatandoshlar. Bu bir Amerikaning mening bilishimcha Xitoyga qurilgan eng chong qiltaq. Qandaq degan vaqtda o'zining Eronda bu yerda urushga mashg'ul bo'layotganligini, mushu yolg'on tashviqotchilar bu tashviq qilish orqali Amerika balkim Pentagonning amaldori deb qo'yishi mumkin. Opla, qurol yaroqlarimizni bakchiq etib etibdi. Qurol yaroq ba'zilarimizda lagerlarimizda qurol yaroqlarimiz qolmadi. Endi qandaq qilamiz deb qo'yishi mumkin. Bu vaqtimizda Xitoy o'ylaydiki bu yerda, mana endi mening furstim keldi. Amerikaningki lagerdagi qurol yaroqlar tugabdi anda bo'lgan bo'lsa, xuddi islomchilar tashviq qilayotgandek, Eronchilar, Hamoschilar tashviq qilayotgandek, ularning tashviqotlariga ishinib, bu vaqtimizda Tayvanga kirishi mumkin. Bravo, yaxshi vatandoshlar. Amerika bu qiltaqni qo'yayotgan bo'lishi mumkin Xitoyga. Tayvanga shu vaqtning o'zida kirdi. Kirgan vaqtimizda qanday qilish kerak? Bu vaqtning o'zida Xitoy qiltaq tushib qoldi degan gap vatandoshlarimiz. U Tayvanni yugurib kirib ololmaydi. Bu yoqda Yapon bor, Yapon ustiga bomba qo'ydi. Amerika qanday qildi desa, anda bo'lsa xatolikni siz qildingiz deb o'tirib, bu yoqda tashqi dunyodan Xitoyga neft eqib kirdigan, neftla emas. Xitoyga gaz barliq elim setim ishlarining 80%i kirdigan, yoki gaz neft tayli kirdigan neftning birli yo'li bor. Malakka bo'g'izni etayotgan vaqtning o'zida Xitoy qanday qildi? Amerika vaqt kelib qolsa Xitoy bilan urushmisimi? Ma gap yodingizda bo'lsin vatandoshlarimiz. Amerika vaqt kelib qolsa Xitoy bilan urushmisimi? Ash Malakka bo'g'izni etayotiblar. Xitoydan kirdigan neft, gaz hamma narsani to'xtatib atgan vaqtning o'zida Xitoy Tayvanda 6 oyga bardoshlik berolmaydi. 6 oyga bardoshlik berolmaydi. Bu mening tushuncham vatandoshlarimiz. Faqat tushunchani qabul qilin. Chunki Xitoy neft, gazning 80%ni Malakka bo'g'izidan qildi. Bir davlat yana bir davlatdan urush qilish uchun vatandoshlarimiz unga yetarli kerak. Biri xalqni beqish kerak, ikkinchidan urush qilish kerak. Buning uchun o'ziga kerakli bo'lgan xomashyo neft doim kirib turadigan yo'l chiqib bo'lish kerak. Bu vaqtning o'zida uzun mezgillik urush qila oladi. Xuddi Rossiya bugun Ukraina bilan 4 yildan beri nima ish qurish qilyapti desa, uning ehtiyoji yo'q. Bir neft, gaz yo'lining etilib qolishiga ehtiyoji yo'q. Rossiyaning odatda milliy ishlab chiqarish daromadi 2 trillion dollarga yetmaydi. Mayati Italiyanikiga yetmaydi vatandoshlarimiz. Ammo yana urushni nima ish qilyapti? Nima ishga davomlashtiryapti? Rossiya desa, buning boshqa davlatlardan neft, gaz, xomashani import qilishga ehtiyoji yo'q. Ammo Xitoy undaq emas. Bu reallik. Gaz, neftning 70%ni tashqi dunyodan akirish kerak. Nereden akiratdi? Venezuela'dan akiratdi. Nereden akiratdi? İran'dan akiratdi. Nereden Qozog'iston, Uyabiya, Turkmaniston degan Uyabiyatni akiratdi. Dunyoda siz anglab baqdingizmi? Xitoy dunyoga xuddi Rossiyaga o'xshash gaz, neftni eksport qilgan davlatgan deb anglab baqdingizmi? Sadig'in Xitoy bundaq ish yo'qki. Shuning uchun Xitoy hukumatiningki ta bugunga qadar Tayvanga kirib, Tayvanni ololmasligimi mushu nuqtadan tufaylidan, o'zining ojizligi tufaylidan. Ya'ni Amerika urushga aralashmasa, olalaydigan edi. Aralashgan vaqtimizda olamaydigan edi. Amerikaning qo'lida bugun Eronning 20%lik Hormuz bo'g'izining 25-28 kun etilib qilish bilan baravar Xitoyda neftning bahosi 25 sent o'sgan bo'lsa, 6 oy taqilib qolsa Xitoyda qanchalik o'zgardi? Xitoyda neftning, gazning bahosi qanchalik yuqorilaydi vatandoshlar? Uchida osmonga, square rocket, uchida osmonga. Chunki u import qiladi vatandoshlarimiz.
Masalan, siz Rossiyaning o'zida gaz, neftning bahosi uçup ketibdi degan gapni oldingizmi? Yo'qki bundaq ish. Şoň u Xitoy Tayvan bilan urush qilish uchun bu yerda eng avval o'zining gaz, neft masalasini, energiya xomashiyosini hal qilish kerak. Andaqda Amerika Xitoy bilan masalan Xitoy Tayvanga hujum qilgan vaqtning o'zida Amerika bu yerda Malakka bo'g'zi degan 80%lik neft xomashiyosining kirish yo'lini aytayotgan vaqtning o'zida Tayvanga kirib qo'yib, Tayvanda Yapon Tayvan bilan 6 oy urush qilib bo'g'icha ay kirdigan neft, gaz xomashiyosining yo'li etik bo'lgandan keyin davlat ichi quruqdilib qoladi vatandoshlarimiz. bir sekund. Buning bilan u urushni davomlashtira olmaydi. Shuning uchun Xitoyning ta hozir qadar Tayvanni ololmasligimi shu vatandoshlar. Shunga men deymanki, bu Amerikaning Iran molla rejim hokimiyati bilan bo'layotgan urush Xitoyning yurgani tak bir chikib beqyotdi. Xitoyning yurgani Jungo kommunistik hokimiyatining yurgani chekyotdi vatandoshlarimiz. Qanday qo'rimiz bo'g'iz taqilib qolsa qanday bo'ldiki? Ikkinchilab siz mushishni qilsangiz, Tayvanga kirib qolib qolsangiz, ana qisman Malakka bo'g'izni aytib o'tib qolsam, sizning ahvolingiz qanday bo'ladi deyotdi vatandoshlar. Men ilgirki suhbatimda dedim, Jungoning asosli qo'noq mushini Amerikadan oladi vatandoshlar. 1,5 milliard insonning qonini mayat etgan chog'da 50% Amerika beqiyotdi. Vatandoshlar. Şuna bugungi dunyoning ishlaridan globalistlar, kommunistlar, islomchilarningki Amerika O'rta Sharqda urush qilib ketib qolsa, Xitoyga cho'ng foyda ketadi. Amerika o'zining butun qurol yaroqlarini O'rta Sharqda Isroilga berib O'rta Sharqda etwasa, Amerikaning quroli tugab ketiblar. Yetibli qag'oqda Xitoy Tayvanni elib oladi. Shuning uchun Eronning Amerikaning Eron bilan urush qilishi bakmi zerikishlik, bakmi echinishlik. Da o'tirib qayg'urib ketgan odamlarning kayniga kirsanglar, qayg'urib mangaylaveringlar. Ammo men erkinro'zi xushallikning ichida uxlab ketaverman. Mening bugungi suhbatim mushagichi bo'lsa vatandoshlar, qolgan narsalarni keyingi amaliy ehtiyoj qarta so'zlayli vatandoshlarimiz, ammo men erkinro'zi xushal. Urush yana kam degan chaqda 5-6 oyga so'zilsin. 1-2 yilga so'zilsin. O'rimiz bo'g'zi 1-2 yil itilib qolsin vatandoshlarimiz. Amin. Deydigan gapim. Bugungi suhbatim mushagichi bo'ldi vatandoshlar. Xohlasanglar videolarni taqib qo'yinglar. Xohlasanglar meniki YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutib qolgan do'stlar bo'lsa, Erkin Ro'zi deb turib asanglar turdi, qo'ng'iroqni taqli chekib asanglar a'zo bo'lgan bo'lasizlar vatandoshlarimiz. Keyin ko'rishimiz do'stlar. O'zinglarning salomatlikka, har ishlaringizga diqqat qilinglar. Bir-biringizga ko'yininglar, bir-biringlarni suyinglar vatandoshlar. Uyg'urdan boshqa vaqt kelib qolsa, do'st yo'q ekanligini sizlar ko'rdinglar vatandoshlar. Xayrli kunlar takrar. Xo'sh.